Qarz bu minus. Minus bu plyusning yarmi. Agar sizning qarzingiz bo'lsa, bugundan samimiy qaror qabul qiling, barchasini qaytarishga. Ikkinchisi, qaror qabul qiling, umuman boshqa qarz olmaslikka. Uchinchisi, Telegram kanalimda Allohga arza yozish instrumentini qarasangiz, qarzga chiqish instrumenti bor. To'rtinchisi, bugundan o'zingizga yaxshi ustoz toping. Beshinchisi, har doim tabassumda yuring. Chunki qancha siz tushkunlikda yursangiz, shuncha sizni qarzingiz o'sadi. Oltinchisi, jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Yuring yoki yuguring. Yettinchisi, kimga qarz bo'lsa, alohida daftar sotib oling. Numeratsiya bo'yicha familiya ismini yozib, summasini yozib, belgilang va kichkina qarzlardan berishni boshlang. Chunki qancha kichkina qarzlaringiz bersangiz, shuncha sizga ishonch paydo bo'ladi. Ishonch bu 90% muvaffaqiyat qarzlarni berishda. Agar siz realni qarzdan chiqmoqchi bo'lsangiz, direktga ustoz so'zni yozing va men sizga qarzdan chiqish strategiyasini beraman.